Assalomu alaykum. Essential Grammar in Use darslari davom etadi. Bugungi darsimizda 64-unit. Demak, apostrophe s mavzusini o'tamiz ekan. Ya'ni ning qo'shimchasini, demak, otlarga ning qo'shimchasini qo'shish mavzusini o'tamiz ekan. Xo'p, bu nima degani? Apostrophe s, mana tutuq belgisi va s, apostrophe degan tutuq belgisi va undan keyin s keladi. Otlarga qo'shiladi bu, ya'ni nounlarga qo'shiladi. Ya'ni o'sha bir otning biron narsasi degan ma'noda keladi. Misol uchun aytaylik, Kate bu ism. Kate degan ism. Undan keyin tutuq belgisi s qo'shsak, Kate'ning bo'ladi va undan keyin biror bir noun qo'yamiz. Ya'ni Kate'ning kamerasi, Kate's camera. Tushunarli? Bu degani her kamera, ya'ni uning kamerasi bo'lyapti. My camera demak Kate's camera, Kate'ning kamerasi. Yoki my brother's car, mening ukamning mashinasi. Bu yerda ham brother noun bo'lyapti, undan keyin tutuq belgisi s qo'shilyapti. Va e'tibor bersanglar, bular s qo'shimchasi, ya'ni tutuq belgisi va s qo'shimchasi birlik otlardan keyin qo'shilyapti, ya'ni singular noundan keyin. The manager's office, menejerning ofisi. Bu yerda ham ning qo'shimchasi ishlatilyapti. Ya'ni manager singular noun, ya'ni birlik ot, shundan keyin tutuq belgisi va s qo'shdik. Bu degani bu his yoki her office, ya'ni demak yo ayol menejerning yoki erkak menejerning ofisi bo'lishi mumkin ekan. Demak apostrophe s ning degan qo'shimchani bildiradi. We normally use apostrophe s for people. Demak biz odatda demak apostrophe s da odamlar uchun ishlatamiz deyapti. Ya'ni odamlar uchun ishlatamiz deyapti. Xo'p, misol uchun I stayed at my sister's house. I stayed at my sister's house. Men singlimning uyida qolgan edim. Ya'ni singlimning, tushunarli, mening singlimning uyida qolgan edim. My bu demak egalik demak sifatlari, undan keyin sisters bo'lyapti. Singlimning, single demak singular noun bo'lyapti. Not the house of my sister. Ya'ni the house of my sister emas. Tushunarli? I stayed the house at the house of my sister bo'lmaydi ekan. Sababi apostrophe s'da biz demak normally, ya'ni umuman olganda odamlar uchun ishlatilamiz deyapti. Yoki have you met Mr. Black's wife? Have you met Mr. Black's wife? Demak Mr. Blackning xotini bilan uchrashdingizmi? Mr. Blackning xotini bilan uchrashdingizmi? Not the wife of Mr. Black. Tushunarli? Demak of deb bilardik. Of degani ning ma'nosi ham kelardi, lekin ko'pincha of narsalar uchun ishlatiladi. O'rniga bizda demak apostrophe s degan ning degan qo'shimchamiz bor. Shuni ishlatsak bo'ladi. Xo'p, are you going to James party? Are you going to James party? Bu yerda savol bo'lyapti. Jamesning demak bazmiga ketyapsizmi? Borasizmi yoki bo'lyapti? Bu yerda ham James birlik singular noun bo'lyapti va undan keyin apostrophe va s kelyapti. Paul is a man's name. Paul is a man's name. Man's name, uzr so'rayman. Man's name, ya'ni Paul erkaklarning ismi. Erkakning ismi, erkaklarning emas, uzr so'rayman. Erkakning ismi. Tushunarli? Bu yerda ham hop man, ya'ni bitta erkak, man bo'lsa, ya'ni o'rtada i bo'lsa, erkaklar bo'ladi. Paula emas endi, ya'ni bitta Paula edi, bitta Paula bo'ldi. Paula is a woman's name. Ya'ni Paula ayolning ismi. Tushunarli? Bu yerda ayollar emas, sababi apostrof oxiriga s qo'shsak bizda demak ko'plik bo'lardi. Yo'q, bu yerda tutuq belgisi va s. Ha, pronunciation ko'plik s qo'shilgan bilan o'xshash bo'lishi mumkin, lekin gapda ma'no jihatdan kelib chiqadigan bo'lsa tarjima ayolning ismi bo'lyapti. You can use apostrophe s without noun after it. Demak, apostrophe s dan keyin ot ishlatmasangiz ham bo'laveradi deyapti. Tepadagi examplelarda mana apostrophe s keyin ot kelyapti, ya'ni name ot. Bitta ham name noun bo'lyapti. Tushunarli? Party ham noun, wife ham noun, house ham noun. O'sha nounlar tashlab yuborsangiz ham bo'ladi deyapti. Misol uchun Sophie's hair is longer than Kate's. Ya'ni Sophie'ning sochi, ya'ni Sophie's deyapti. Sochi ishlatilyapti, bitta soch bitta noun bo'lyapti. Kate'nikidan uzun deyapti. Ya'ni than Kate's deyapti. Ga nisbatan uzun deyapti. Tushunarli? Kate's hair desa ham bo'ladi. Kate's deb qo'ysa ham bo'ladi. Kate'nikidan uzun demoqchi.
Tushunarli? Whose umbrella is this? Whose umbrella is this? Bu kimning soyaboni? Bu kimning soyaboni? Whose'ni bilardik, ya'ni kimning degan tarjimasi bor edi. O'tgan darslarimizda o'tganmiz. Javobida bo'lsa it's my mother's. It's my mother's. Bu mening onamning ma'nosida kelyapti. Bu yerda umbrellani qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi, qo'shmasangiz ham bo'laveradi demoqchi. Bu yerda ham my mother singular noun, ya'ni birlik ot. Where were you last night? Where were you last night? O'tgan kecha qayerda edingiz? O'tgan kecha qayerda edingiz? I was at Paul's. I was at Paul's. Men Paulnikida edim. Tushunarli? Ya'ni Paulning uyida degan ma'noda chiqadi. Bu yerda Paul's usul belgisi, keyin s qo'shilyapti bunda. Bu degani Paul's house. House da ham qo'shib qo'ysangiz bo'ladi, Pauldan keyin qo'shmasangiz ham bo'ladi degan ma'noda. Xo'p, endi tepada o'tgan barchamiz singular nounlarning ning qo'shimchasini yasashi edi. Endi plural nounlar, ko'plik otlardagi qanday bo'ladi? Plural nounlarda o'sha apostrophe s apostrofdagi, ya'ni tutuq belgisi s dan keyin bo'lib qoladi, ya'ni s harfidan keyin bo'ladi. Mana bu example'da, ya'ni birinchi friendsda apostrof va keyin s bo'lyapti. Ko'plik friendsda birinchi bo'lib ko'plik so'z yozib olamiz. Agar ko'p odam do'stlar bo'lsa, do'stlar, ya'ni friends. O'g'il bolalar boys deb olib turib, apostrof, ya'ni tutuq belgisini s dan keyin qo'yamiz. Tushunarli? Farqi bittasi birlikda s dan oldin, ko'plikda s dan keyin bo'ladi. My house mening uyim deyapti. Birlik bo'lyapti, ya'ni my friend's house mening do'stimning uyi. Tushunarli? Do'st bitta, ya'ni singular noun. One friend, ya'ni bitta do'st. His house or her house. Uning uyi erkak kishiga nisbatan yoki uning uyi ayol kishiga nisbatan bo'lyapti. Qoidada we write apostrophe s after friend, student, mother va boshqalar deyapti. Ya'ni singular nounlardan keyin deyapti. Biz apostrophe va s ni birlik otlardan keyin ishlatamiz. My mother's car mening onamning mashinasi, ya'ni one mother bitta ona. My father's car mening otamning mashinasi, ya'ni one father bo'lyapti. Endi our house bizning uyimiz deyapti. My friend's house mening do'stlarimning uyi. Tushunarli? Bu yerda two or more friends, ikkita yoki undan ko'p do'st bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, ikkita yoki undan ko'p do'st bo'lishi mumkin ekan. Sababini qayerdan bildik? Apostrof s dan keyin kelyapti. Ya'ni s apostrophe bo'lyapti endi. Tushunarli? Misol uchun we write apostrophe after friends, students, parents deyapti. O'sha s dan keyin yozamiz, o'sha tutuq belgisini deyapti. Tushunarli? Shu belgini, tushunarli? Plural otlardan keyin. My parents car, two parents, ya'ni ota-onamning mashinasi. Tushunarli? Ya'ni ko'plik, ota-ona ikkita, to'g'rimi? O'shalardan keyin s dan keyin bo'ladi deyapti. Xo'p, farqini bilib oldik. Bittasi s dan oldin, birliklarda s dan keyin, ko'plik otlarda bo'lar ekan. Endi offlik gaplar, ya'ni biz aytgandik off degan prepositionimiz bor edi. Buni ham ning degan ma'nosi bor. Ya'ni biz bilardik friend of mine degan, ya'ni meni do'stim degan tarjimani o'tgan edik, o'tgan darslarimizda. Aytayaptiki we use of for things, places deyapti. Biz ofdan demak narsalar uchun, joylar uchun ishlatamiz deyapti. Ko'pincha ofdan biz shunaqa narsalar uchun yoki biror joyni ning degan ma'noni chiqarish uchun ishlatamiz. Apostrophe s bo'lsa nimalar uchun edi? Odamlar uchun edi, ya'ni for people edi. Endi bunda for things or for places deyapti yoki boshqa narsalar uchun. Examplelar. Look at the roof of that building. Look at the roof of that building. Xo'p, look at degani qara degani, the roof ya'ni tom degani, roof degani nimani? Of that building. Anavi demak binoning tomiga qara. Of degani ning. Tushunarli? Anavi binoning tomiga qara. Not deyapti that building's roof, ya'ni apostrophe demak apostrophe s qilma demoqchi. Sababi apostrophe s asosan normally olganda odamlar uchun, narsalar uchun, ya'ni building birorta bir joy bo'lsin, narsa bo'lsin, uning o'rniga biz of that building deymiz. We didn't see the beginning of the film. We didn't see beginning of the film. Ya'ni biz kinoning boshlanishini ko'rmagan edik, o'tgan zamondagi gap. Tushunarli? Kino demak aytaylik biror bir narsa bo'lyapti. The beginning of the film. Tushunarli? Ya'ni siz we didn't see film's beginning deya olmaysiz.
O'rniga of the film desangiz yaxshiroq bo'ladi. Sababi film demak odam emas. What's the name of this village? What is the name of this village? Bu qishloqning demak nomi yoki ismi nima? Nomi nima? Tushunarli? Qishloqning deganda villages emas, of this village bo'ladi. Do you know the cause of the problem? Do you know the cause of the problem? Muammoning sababini bilasizmi? Muammoning sababini bilasizmi? Do you know the cause of the problem? Ya'ni muammoning, ya'ni problems cause emas, the cause of problem bo'lyapti. You can sit in the back of the car. You can sit in the back of the car. Siz mashinaning orqa qismida o'tirsangiz bo'ladi. Ya'ni orqa o'rindig'ida degan ma'no tuyulyapti bu yerda. Bu yerda cars back bo'lmayapti. Back of the car bo'lyapti. Tushunarli? Madrid is a capital of Spain. Madrid is a capital of Spain. Madrid Ispaniyani poytaxti. Madrid Ispaniyani poytaxti. Tushunarli? Demak, Ispaniyaning poytaxti bo'lyapti. Spain emas. Tushunarli? Xo'p, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, apostrophe s xo'p, demak, odamlar uchun of deb turib noun qo'yamiz. Bu narsa, joylar uchun ishlatilar ekan. Demak, bugungi darsimiz oson mavzu, ko'rlaring. Apostrophe s yoki s apostrofini o'tdik. Birlik, ko'plik otlarda ning degan ma'noni chiqarish uchun va ofli bilan gaplar tuzdik. Narsalar uchun va joylar uchun. Demak, sizlardan talab qilinadigan narsa, demak, bundan keyingi exercise'ni bajarish, mavzuni ko'rish, takrorlash va ko'proq examplelar tuzish bo'ladi. Demak, darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi darslarda uchrashguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.